Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum aziz opa-singillar, muhtarama onalarimiz. Bugun Allohning izni, sizlarning ruxsatinglar bilan dard, qayg'u, musibat, ko'z yoshi, ochlik, xorlik, kasalliklar haqida gaplashamiz. O'ta mehribon va rahimli bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo mana shu imtihonlarni har birimizni umr davomida bizga birin-ketin berib, bizga ro'baro qilib turadi. O'ta rahimli bo'lgan buyuk Robga, bandalariga hech zulm qilmaydigan zotga nima uchun bandalarini bunday imtihonlar bilan sinash kerak? Bundan biz nima manfaat olamiz? Bugun Qur'on va hadis bilan inshaalloh o'rganamiz. Alloh taolo Baqara surasining 214-oyatida sizlardan avvalgilarga kelganga o'xshash narsa sizlarga kelmay turib jannatga kiramiz deb o'ylaysizlarmi deb bizga xitob qilyapti. Ya'ni bizdan avvalgilar mana shu xorliklar, musibatlar va qarangki zulmlar, istamlarni ko'rmay turib jannatga kirmaganligi va jannatga busiz yetishib bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda bizga bildiryapti. Demak, jannat har qancha ohangrabo bo'lmasin, har qanday musulmon unga intilmasin, unga yetish yo'llari tikanli va azobli ekanligini barcha musulmon mana shu oyatdan bilib olyapti. Va zikr qilinadiki, keyingi hadisda Imom Hokim va Tabaroniy rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh bandasini dard va kasallikka mubtalo etib sinaydi va bu tufayli uning barcha gunohlarini o'chirib kafforat qiladi dedilar. Demak, qarangki, shu hadisdan bilinadiki, Alloh subhanahu va taolo bizni kasalliklar bilan, bizni qarangki dard, qayg'ular bilan sinashi va bu sababidan bizni gunohlarimizni o'chirib kafforat qilishi, ya'ni bizni jannatiga tayinlashini payg'ambarimiz alayhissalom bildirib qo'yaptilar. Allohga hamd va sano bo'lsin. Demak, dard borki, imtihon borki, g'am, qayg'u borki, bandani tozalash uchun, uni gunohlarini o'chirish uchun, darajasi ko'tarilib jannatga yetishi uchun qilinadigan sa'y harakati, Allohning sinovi ekanligi bildirilyapti. Va avvalgilarni so'zlaridan eslasak, ota-bobolarimizni bir so'zlari borki, Alloh dardni suygan bandasiga beradi deyshadi. Suymagan bandasi kasal bo'lib ko'rsinchi degan so'zlarni ko'p quloqimiz eshitgan va bu narsani mana hadis va oyatda isbotini topib turibmiz. Demak, Alloh subhanahu va taolo bandasini suyganida, bandasini qarangki o'ziga yaqin qilganda mana shunday imtihonlar berishi zikr qilinyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam xuddi shu fikrga isbot o'laroq bu hadisda aytadilarki, Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni sinovga uchratib qo'yadi dedilar. Demak, bizga yaxshilikni iroda qilgan zot bugun boshimizda qaysi birimizdadir dard, qaysi birimizdadir bolalarimizni ketidan kelayotgan behalovatlik, qaysi birimizdadir qarangki kasalxonalarda yaqinlarimizni orqasidan eshiklar tagida o'tirib, shularni bir kiprik qoqib o'ziga kelishini kutishlik, kimlarnidir boshida bir qarangki dunyo tashvishlari bilan mahkamalarda yugurib yurishlik, barchasi Alloh taolodan kelayotgan bizni poklash uchun bizga qilingan yaxshilik ekanligi zikr qilinyapti. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom barcha mu'minlarga xitob qilib, dunyo mu'minning zindonidir va kofirning jannatidir deb marhamat qilib ketganlar. Demak, bu dunyo biz mu'minlar uchun mana shunday zindon. Bugun qarangki imtihonlar, ertaga ko'z yoshilar, uni ertasiga bandalardan keladigan zulmlarni barchasi bizga dunyoni zindon ekanligini bildirib turadi. Avliyolar, azizlar shunday bir so'z aytishar ekanki, shunchalik ko'p balolanishganidan, Xudoning imtihoni shunchalik ko'p bu ilm ahli va azizlarning boshida bo'lganidan balo avliyolar chirog'idir deb naql qilishar ekan. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'ziga yaqin qilgan bandalarini mana shu bilan jaynamozda o'ziga ibodat qilishi uchun, o'ziga duo qilib xitob qilishi uchun mana shunday qarangki imtihonlarni ravo ko'rishi marhamat qilinadi.
ஃபுசை